6 sm. Bu darvozabon nafaqat hayratlanarli zarbalarni ushlaydi, balki yagona ko'rinishi bilan ham hujumchilarni hayajonga soladi. Uning bo'yi va ishonchli o'yini jarima maydonini beqiyos qal'aga aylantiradi. 3-Thibaut Courtois 1 metr va 99 sm bo'yga ega Real darvozaboni haqiqiy devor kabi. Qo'llarining taassurotli qamrovi va sokinligi uni deyarli teshib o'tilmas qiladi. 2-Mark Ben Hol. Uning bo'yi 2 metr. Barselonaning yuksalib kelayotgan yulduzi allaqachon bo'yi va mahorati bilan ta'sir qoldirmoqda. U markaziy himoyachi sifatida o'ynaydi. Jismoniy qudrat va texnik mahoratini uyg'unlashtirib, harakatda va ayniqsa bosh bilan o'yinda osonlikcha ustunlik qiladi. Birinchi o'rin egasini topa olasanmi? U dunyodagi eng baland bo'yli futbolchi. Uning bo'yi taxminan 2 metr va 11 sm.